Barchaga salom do'stlar, sizlar bilan Daringdil. Ayni paytda men juda ham qiziqarli bo'lgan video ustida ishlamoqdaman. Ammo uning montaji biroz cho'zilib ketganligi bois sizlar zerikib qolmanglar deb men 2 yil avvalgi eski videoni topib keldim. Bu faktlar videosini o'zingiz ko'rib, meni ovozim hamda o'sha paytdagi montajimga baho berishingiz mumkin. Marhamat. Minecraft o'yini hammamiz biladigan blokli o'yin hisoblanadi. Unda siz bilmaydigan narsaning o'zi yo'q. Lekin bo'lsa-chi, bugungi videoda sizga Minecraftning top 13 ta siri hamda foydali lifehacklarni taqdim etaman. Nomer 1. Bilasizki, siz ko'prikni qurayotganingizda juda ham ko'p blok sarflaysiz va blokingizning yarmi uning ostini qurishga ketib qoladi. Lekin agar siz bunday qilib fakelni bu yerga o'rnatsangiz, siz blokni yarmini tejab qolishingiz mumkin. Ha, bu juda ham foydali lifehack. Albatta o'z dunyoyingizda sinab, yuqoriga ketayotganingizda foydalanib ko'ring. Ha, bu usul sizning yuqoriga qaragan ko'prigingizni blokini yarmini tejashga yordam beradi. Unday bo'lsa, biz keyingi lifehackga o'tamiz. Nomer 2. Yarim blok Minecraftdagi juda ham foydali bloklardan biri hisoblanadi. Chunki agar sizning uyingiz yarim blokdan tashkil topsa, u ancha mustahkamroq. Chunki butun blokni ustida creeper portlasa, u deyarli barcha bloklarni yo'q qiladi. Agarda yarimtalik bloklarni ustida creeper portlasa, katta joy portlamaydi hamda bloklarning juda ko'p qismi saqlanib qoladi. Albatta, endi siz keyingi safar uyingizni qurayotganda yarimtalik bloklardan foydalaning. Nomer 3. Agarda sizning dunyoyingizda dehqonchilik qilayotgan bo'lsangiz, mana shu tartibda ekinlarni joylashtirishingiz mumkin, lekin bu xato. Chunki atiga bir dona suvli chelak yordamida siz 4 ga 4, ya'ni 16 ga 16 bo'lgan joyni egallab hamda u yerga ekinlarni ekishingiz mumkin. Bu anchagina joyni tejab qoladi hamda sizga ko'proq foyda olib keladi. Hattoki suv va ekinning orasida qandaydir bloklar turgan bo'lsa ham, bu hech qanday zarar yetkazmaydi. Hattoki havoda ham bu ekinlar o'sishda davom etadi. Keyingi safar mana shu usuldan foydalanishingizni maslahat beraman. Nomer 4. Siz buni bilarmidingiz? Minecraftdagi quyonlar sabzi ekinining yoniga kelganda uni yeyishni boshlaydi hamda bironta ham sabzi qoldirmaydi. Agar bilmagan bo'lsangiz, videoyimizga like bosib qo'yishni unutmang. Nomer 5. Bilasizmi, Minecraftdagi qorli chelak juda ham foydali narsa hisoblanadi. U sizga yuqoriga oson ko'tarilish imkonini beradi hamda siz buni hattoki atda, endda xohlagan joyingizda bemalol foydalanishingiz mumkin. Shunchaki sizda 2 dona qorli chelak hamdagina terili oyoq kiyim bo'lsa bas. Nomer 6. Bilasizmi, Minecraftda qayiqning mexanikasi juda ham g'aroyib ishlaydi. Agar siz unga o'tirgan zahotingiz pastga qarab tushayotgan bo'lsangiz, siz o'tirish hamda yana tushish tugmasini birdaniga bosib tursangiz, Minecraftda qayiq havoda turib qoladi. Siz ham buni o'z dunyoyingizda sinab ko'rishingizni maslahat beraman. Bu sizga adda juda ham kerak bo'ladi. Hamda siz yerga tushayotganingizda deyarli uron olmaysiz. Nomer 7. Ushbu lifehack ham qayiq haqida. Bilasizki, jetilni o'zingizni uyingizga olib ketayotganingizda uni qayiqqa o'tkazib juda ham sekin haydashingiz kerak. Lekin buni osongina yo'li bor. Minecraftning Bedrock versiyada siz ilgich yordamida qayiqni ilishingiz mumkin hamda uni istagan joyingizgacha olib bora olasiz. Sekin astalik bilan yursangiz, qayiq ortingizdan yurishni boshlaydi. Ha, bu jetillarni olib o'tish juda ham ajoyib transport vositasi hisoblanadi. Siz ham o'z dunyoyingizda buni sinab ko'ring. Faqat juda ham ehtiyotkor bo'ling. Ular yuqoridan tushayotganda vafot etishlari mumkin. Nomer 8. Agarda siz Minecraftda cho'kkan qayiqni tezroq topishni istasangiz, shunchaki bironta delfin toping hamda unga quyidagi baliqni bersangiz, u sizni avtomatik qayiqning yoniga olib boradi. Ha, keyin unga baliq bersangiz, u shu yerni ko'rsataveradi. Bu sizga buzilgan qayiqlarni topish uchun juda ham qulay funksiya hisoblanadi. Siz ham bundan foydalaning hamda resurslarni to'plashda davom eting. Nomer 9. Bilasizmi, agarda siz pechkaga ho'llangan gubkani qo'ysangiz, keyin esa uning tagiga lavali chelak qo'ysangiz, ho'llangan gubka oddiy gubkaga aylanadi hamda undagi suv pastdagi chelakka oqib tushadi. Bundan ham siz foydalanishingiz mumkin. Agarda bilmagan bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Keyin esa bemalol chelakli suvni ishlatishingiz mumkin. Nomer 10. Bilasizmi, Minecraftda atda lava tezroq tushishni boshlaydi. Ha, nezerda lavalar juda ham tezkor bo'ladi. U yerda oddiy dunyoga qaraganda tezroq lava oqishini kuzatishimiz mumkin. Oddiy dunyoda esa bunday bo'lmaydi. Lava sekinlik bilan oqa boshlaydi. Nomer 11.
Sizning muammoingiz bu Minecraftda Netherite topish. Ha, u lavaning ostida juda ham ko'p bo'ladi. Lavaning ostini ko'rish uchun siz zanjirdan foydalanishingiz mumkin. Ha, Bedrock versiyadagi ushbu bug juda ham foydalidir, chunki u yordamida lavaning ostidagi istalgan joyni ko'rishingiz mumkin. Siz ham bundan foydalaning. Nomer 12. Qanday qilib Minecraftda cheksiz damlama tayyorlash mumkin? Ushbu vazifani bajarish uchun siz shunchaki oddiygina konstruksiya qurasiz. Keyinchalik esa damlamalarni to'liq olmasangiz, tepadagi suv damlamalarga tushadi hamda damlamalar to'lishni boshlaydi. Ha, bu juda ham foydali bo'lib, siz o'z dunyoyingizda buni ishlatishingiz mumkin. Keyin esa damlamalardan bemalol foydalana olasiz. Nomer 13. Bilasizki, Minecraftda temirchilarning uyidan juda ham ajoyib droplar tushadi. Ha, u yerda siz olmos topishingiz, hatto obsidian ham topishingiz mumkin. Lekin Minecraftda sirli temirchi uyi mavjud. Bu taygida joylashgan bo'lib, uning ko'rinishi qolganlarnikidan farq qiladi. Asosiy farq, barcha temirchi uyda lava bo'lsa, ushbu uyda bo'lmaydi. Shunday qilib, bugungi videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Agar kanalga obuna bo'lgan bo'lsangiz, videoga ham like bosgan bo'lsangiz, izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring. Bu rubrikani davom ettiramizmi, yo'qmi? Hammaga xayr.